Xo'sh, endi 5-masalani ko'rib chiqamiz. 5-masala yadroviy reaksiya haqida berilgan. Yadroviy reaksiyasini yozib olamiz. Plutoniy massasi 243, zaryadi esa 94. Xo'p, undan hosil bo'lyapti. Noma'lum element izotop hosil bo'lgan, massasini A deb belgilab olaylik, zaryadini B deb belgilab olsak bo'ladi. Undan hosil bo'lyapti X 4 ga 2 bo'lgan alfa plus 3 ta 1 ga 0 bo'lgan neytron plus 3 ta 0 ga -1 holatdagi elektron hosil bo'ldi. Mana shu yadroviy reaksiyada aytilishi bo'yicha plutoniy tarkibidagi neytronlar soni element, o'sha noma'lum element tarkibidagi neytronlar sonidan 14 taga ko'p. Demak, 14 taga ko'p bo'ladigan bo'lsa, shuni nima qilamiz? Bizda zarrachalar ta'siriga ko'ra alfa zarracha nimadan hosil bo'ladi? Neytron, bu yerdagi elektron qanday hosil bo'lyapti? Bizda 14 ta elektron farq bo'lganligi uchun qanday qilamiz? Demak, ikkita proton bilan ikkita 1 ga 0 holatdagi neytronimiz qo'shilib, bitta 4 ga 2 bo'lgan alfa zarrachani hosil qiladi. Endi esa bu yerdan neytronni hosil bo'lish, o'zi neytron bizda bor. Elektron qanaqa hosil bo'ladi? Elektronning hosil bo'lishi uchun neytron 1 ga 0 holatdagi neytron parchalanganda 1 ga 1 proton plus 0 ga -1 holatdagi elektron ajralib chiqadi. Xo'sh, endi elektron chiqqan bizga 3 ta. Nechta neytrondan desak, 3 ta neytrondan 3 ta elektron chiqyapti. Endi bizda umumiy neytronlar soni farqi 14 ta edi. 14 tadan 3 ta neytron ortib qolgan 3 tani ayiramiz. Keyin esa bu yerda 3 ta elektron uchun sarflangan neytronni ayiramiz. Shundan hisoblaganimizda 8 ta neytron ortib qoldi. 8 ta neytronimiz esa bizda alfa zarracha uchun sarflanadi. Demak, 8 ta neytronimiz nechta neytron uchun sarflandi? Ya'ni 8 ta neytronimiz nechta alfa uchun hosil qiladi? Xo'sh, 8 ta neytron 1 ga 0 neytrondan 4 ga 2 bo'lgan alfa zarracha hosil bo'ladi. Demak, bizda x ning qiymati 4 bo'lgan ekan. Xo'sh, endi a ni topishimiz juda ham oson bo'ladi. 4 kara 4 16. 16 ga 3 qo'shadigan bo'lsak 19. 243 dan ayirib qo'yamiz 19 ni. Bunda 224 kelib chiqadi. Demak, a ning qiymati 224 bo'ladi. To'g'ri javob bizda B javob to'g'ri javob bo'ldi. Xo'sh, ana endi keyingisi esa 6-masalani ko'rib o'tamiz. 6-masalada aytilishi bo'yicha bizda xlor ftor 3. Xlor ftor 3 ko'rinishdagi modda va deyapti ksinon ftor 4 moddasi berilgan. Mana shu moddalar berilgan. Bu moddalarda biz nimasini topishimiz kerak? Markaziy atomining gibridlanish turini topishimiz kerak. Bizda markaziy atom bu yerda xlor, bu yerda esa ksinon. Endi esa biz hozir xlor bu yerda strukturasini yoza olamiz, ftor va bu yerda ham ftor holatda yozdik. Demak, shunda xlorning gibridlanish turi qanday bo'ladi? Biz aniqlab olishimiz kerak. Xlor 3s2 3p5 ko'rinishida joylashgan. Bu holatda xlor bir valentlilikni namoyon qiladi. Endi 3s2 holatda mana 1 2 xo'sh 5 1 2 1 2 3 4 va 5. 5 ni yozmaymiz. Biz 3 valentliligini yozishimiz kerak. D ga ko'chiramiz. 1 2 3 4. Bittani D ga ko'chirdik, ko'rib turibsiz. Mana 3 valentli holat yuzaga keldi. Endi esa xlor bu yerda 3 valentli. Gibridlanish turi qanaqa bo'ladi desangiz, S, P, P, P va D. Buni S, P, 3, D1 holatda yozamiz. Endi test savollarini ishlayotganda tezlik juda ham ko'p kerak bo'ladi. Milliy sertifikat imtihonida bizda har bittasini to'liq ko'rib chiqqanimizcha vaqtimiz ketadi. Shuning uchun bizda javoblarga e'tibor beradigan bo'lsak, javoblarning orasida bitta javobda SP3D1 gibridlanish turi berilgan. Ya'ni bizda B javobda SP3D1 gibridlanish turi kelgan. Ya'ni SP3D1 holatda birinchi moddamiz, ikkinchi moddamiz esa SP3D2 holatda va deyilgan SP3D2 holatda berilgan. Demak, to'g'ri javobimiz B javob bo'ladi bizdagi 6-masala uchun.